siz yo'lingizda to'g'ri yuring. Siz bilan yurmaganlar uyalsin, siz doim rost gapiring, sizni aldaganlar uyalsin. Siz hech qachon o'zgarmang, o'zgarganlar uyalsin. Siz shunday qilingki, sizni sevmaganlar uyalsin. Siz hech qachon nokas bo'lmang, asli pastkash uyalsin. Ustingizda malomatlar qilib ig'vo tuhmatlar. Siz hech qachon parvo qilmang, o'sha nodon, o'sha gumroh uyalsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz O'zbekistonimizdagi hoji-onalar, aziz opa-singillar, 8-mart bayrami munosabati bilan sizlarga ro'za Ramazon muborak bo'lsin deyman. Aziz onaxonlar, aziz opa-singillar, qanjonilar sog' bo'lsin. Ushbu muborak oyda go'zal ibodat qilib, chiroyli sabr-toqat bilan, kuch-quvvat bilan, g'ayrat bilan ibodatlarga bo'lishinglarga Alloh taolodan sizlarga kuch-quvvat tilayman. Musofirda o'tgan yaqinlaringlar nomidan ushbu tilaklarni qabul aylasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.